Hafka hayda vallarım. Oy salamet tuluman. Tutulma sen bika okşamamını bika. Gembesel bika kapkazıyor diye retlep diyen. Ha bela kıpla. Satraş hanım bela kılıp apla. Ha kılıp. Oy sakal ösep kaptı. Ösep qalgan tuğa. Boldu hoş kesle. Ha ilmitemle misa? Maka. Aras qanda alımız ras. Bu Satraş hanım o kassap hanıma. Qanda alım isteydi aslamda. Yapma. Endi men sizlarga miyada ustur ishtik suv qiziq, ineklarni siylab, sopunni suykab, endi manda alildib yutib qo'yamdim yafkab. Bir koni hunarvanda gap qilsildayman. Davomli qilayotgan kasblar bo'sh emasmi sizlar? Ya mandaq aku. Yo, jep jiddiy bir odam keldi. Men mening gapimni anglab baqsaldi bilan men gapni tushuntirib qolgan ekan, ondan keyin gap qilmamni deyman. Ama demakchi, bizning ikki xil ilish usulimiz bor. Endi odat tig'da odat ko'zimizdan usturda olamdiq. Shaxsiy usturda olamdiq demakchi. Fikrim yo'q. Tuzuk gap qilsizlar. Bu shaxsiy ustur deganda uyda ilibmi tugutimiz uni deyman. Taniyoq gapni qilmasin deyman. Gap qaysa? O'jo, sizning ma'lum samat jiddiy deklam jiddiy adam keldi. Ama gapni oldi-keyinni anglasizlar. Bizning bunda ikki xil ustur bor. Bizga odatga o'zimizdan oladigan ustur. Yana bizga endi shaxsiy ustur desam, men qilib qo'yay dedim sizlar. Elib ko'rsatmasam tushundilar. Mana mavo bizning shaxsiy ustur. Mavo faqat bir odamga matrik shirkatda ayrim shu xaridorning pokizlik uchun-cha, shaxsiy ustur deb ayrim vijdonlik usturmiz. Siz cheysizlar shu ayrim sizlik vijdonlam ochimiz, saqallarni olamiz, g'ash tashlayotimiz tugaydigan usturni yasab tugan shuni demakchi. Manda deymanmi deymizki? Bu ismini nima deymiz hamda shu shaxsiy ustur demak. Manda deysizlar-ku. Manda mana Sen mava. Mana takiz ishni qilibsizlar. Qaysa. O'tgan masala yo'q, men dukkan taqilib qolibdi ekan. Idi satrashxonaga chirib qolibdi ekanman. Ocho. Mush saqalimni olibdi, ayaks qaysam tozning beshida uya dog', uya so'gal chiqib. Hech kim saqal ololmay yurdim men. Hakikaten diqqat qilmay qolibdi, shu istamda. Mana endi shu ajinda ishlarni oldini oladi. Bela ish bo'lib turibman. Xo'sh, kelsak. Maqa. Tuzuk bir alarjima. Eshitmay. Maqa.